Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlari, chorva ishqibozlari. Bugun mana Farg'ona viloyati Rishton tumani Chorva bozoridamiz. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 15-mart. 15-mart. Tilak deb qo'ygan, bratishka. Tilak bosib qo'yding. Kanalimizga yangi bo'lganlar bo'lsa, bitta obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar degan umidamiz. Mana keyingi yerimiz. Nech bo'lyapti Xo'sh aka buni? Nech bo'lyapti? 22 deyishyapti ekan. Nech litr suti bor? 6 litr suti bor ekan mana. Barakasi merorsin endi. 27 ga baho bo'lyapti, bolasini o'zcha. Ana barakasi merorsin. 27 million 200 mingga baho bo'ldi mana. Bo'ldi. O'zi tegsa keyin jim turaveradi. Mana keyingi yerimiz bolasini o'z Korobesi ishyapti mana. 10 litr suti bor ekan. Bolasi. Bu 3-chi bolasi ekan. Bu 3-chi bolasi ekan. Qonidan bolasi bor, 7 oylik ekan. Mana 40 million deyishyapti. Bolasini o'z. Necha litr suti bor xo'jaga? 3-chi. 10 litr. 10 litr suti bor ekan. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi ekan. O'changota bolasi netmagan. Mana 5 oylik bo'g'oz 25 million kam bor deyishyapti. 5 oylik bo'g'oz ekan. Mana 20 millionga baho bo'ldi. 20 millionga. 8 oylik bo'g'oz molimiz ekan. Bobur shunimi? Mana 8 oylik bo'g'oz molimiz 30 million deyishyapti. 30 million deyishyapti ekan. Mana do'stlar, keyingi bo'g'oz molimiz 8 oylik 22 millionga sotildi. Barakasini berorsin. Nech bo'lyapti xo'jaga bo'ladi? Ko'chatchalarni 700 ga bermayman. Qancha? 700. Har bittasinimi? Ha. Xulosinchamiz 8 million 700 mingga berishmayapti ekan. Xonajimizda 10 million 200 ming qilishyapti ekan. Berishmayapti ekan. Bundan keyingi molimiz 12 million 700 mingga baho bo'ldi. 12 million 700 ming. Mana do'stlar, qo'y bozordan ko'rsatib qo'ydik. Bolasi Qo'chqor 7 million 200 mingga berishmayapti. Bolasi Qo'chqor. Mana egizakchi qo'yimiz, bolalari Qo'chqor 10,5 qilishyapti. Egizakchi qo'yimiz ekan. Egizakchi qo'yimiz hech bo'lagan tog'a. 7 million kami bor, egizak. 7 million kam bor ekan egizakchi qo'ylar. Narashan qo'yimiz 10 million 500 ming. 10 million 500 ming deyishyapti. Mana 22,5 ga sotildi. 8 litr suti bor ekan. Mo'ljalla. 8 ta suti bor. Qanchaga pul bo'ldi? 13 millionga baho bo'pti mana.
17 milyon 600 mingga baho bo'pti mana. Necha pul bo'ldi ekan? 12,5 million. 12,5 million so'mga baho bo'pti mana. 8,5 8,5 millionga mana baho bo'ldi. Onajinchamiz bo'ylari bor. Mana bo'ylari ham biri 10 bor. Necha pul bo'ldi hoji? 12,5 12,5 millionga baho bo'pti mana molimiz. Necha pul bo'ldi hoji aka? Qancha? 9 millionga baho bo'pti mana. 35,5 ga baho bo'pti mana. Necha pul bo'ldi hoji? Qancha bo'ldi? Qaytdi, qanchadan qaytdi? 7,5 mingdan, 7,5 million so'mdan qaytibdi mana. Mana do'stlar, semental mollarimiz ham bor mana. Bo'ylari 1.20 bor. Yoshroq ha? Yoshroq ha. Qaytdi mol aka bu? Xo'jalardiki. Xo'jalarning moli. Narx necha pul deyapsiz aka? Narxiga 27 deyapmiz. 27 deyapsiz. Kam bormi yo yo'qmi? O'tib beramiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytasiz bo'lsa. Telefon raqam 50lik. 50lik 015 015 15 15 94. 94. Yaloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. Xudo xolasa kelishtirib berishadi akamiz. 21,5 ga mana baho bo'ldi. 21,5 million. Mana 8 million 600 mingga baho bo'ldi. 8 million 600 ming. Xonajinchi. Qancha bo'ldi? 23. 23 millionga baho bo'ldi mana. Barakasini beraversin. 7 mingga. Necha pul bo'ldi aka bu? 10 million bo'ldi. 10 million. 10 million so'mga baho bo'ldi mana. Barakasini beraversin. Qancha bo'ldi aka? Ha? 24,5 ga bo'pti bu. 24,5. Barakasini beraversin. 9 million 600 mingga baho bo'ldi. Qancha bo'ldi yana bola? 25 ga baho bo'ldi. Barakasini beraversin. Mana keyingi molimiz 13 millionga baho bo'ldi. 16,5 million bo'ldi. 2 oylik bo'g'oz ekan. 16,5 millionga ketdi. Chek bermadim. Zo'rg'a kirib ketdi. Necha pul bo'ldi aka bu? 20,5. 20,5 ga sotilibdi. 7 million 300 mingga baho bo'ldi mana. Ikkalasi. Necha pul bo'ldi aka bu? 15. 15 millionga baho bo'ldi. Barakasini beraversin. Novoscha. Yana bola necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 35. 35 millionga baho bo'ldi. Bolasi Novoscha. $6 million 400 mingga baho bo'ldi mana. 9 millionga baho bo'ldi Novosimiz. 19 millionga baho bo'ldi mana. 14,8. Barakasini beraversin. 14 million 800 ming. Necha pul bo'pti? Necha pul bo'pti aka? 9 million 200. Yaxshi, barakasini beraversin. 9 million 200 mingga baho bo'ldi. Necha pul bo'pti hoji aka? 31 ga 31 million bo'pti mana. Bo'g'oz. Qancha? 8,5 ga baho bo'pti mana. 8,5 millionga.
9 million 600 mingga baho bo'pti mana. 13-chamiz. Mana semental molimiz 30 millionga baho bo'pti. Feroz kimniki bu? Kimniki? Sadil aka nechi pulga oldingiz? Qanchadan qaytdi u? 16,5 dan qaytdimi? 16,5 dan qaytdi bu. 13 millionga baho bo'pti mana. Barakasini beraversin. 13 millionga baho bo'ldi mana. Ekoy 27,5. Ekoy 27,5 million bo'pti mana. 27,5 ming. 27,5 ga yaxshi barakasini beraversin. Nech pul bo'pti aka? 14 ga olinibdi mana. 14,5 ga olinibdi. Barakasini beraversin. Mana 34 millionga olinibdi. Barakasini beraversin hoji aka. 34 millionmi? 34 millionga. Mana do'stlar, va nihoyat Rishton tumanidagi Chorva bozoridagi video syomkalarimiz ham yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosganlarga ham rahmat.